Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga yana birda hikoya o'qib beraman. Hikoyaning ismi Ota razi, Xudo razi. Ota razi, Xudo razi. Bor ekan u yo'q ekan. Burungi zamonda bir dehqon o'tgan ekan. U dehqonning turmushi yaxshimi emas, yomonmi emas ekan. U boshqa yerlarni sayohat qilib kelish uchun uzoq safarga tayyorlanibdi. Bu odamning uch o'g'li bor ekan. Safarga chiqish oldida o'z baldiriga bir ikki og'iz vasiyat qilib, o'g'illarining keyingi ahvolini sinab ko'rmoqchi bo'pti. Men uzoq safarga borib kelmoqchiman. Mening sizlarga deydiganim, har qaysinglarga bir juftdan tug'i o'rdak g'oz berib ketaman. Men safarda kelguncha shularni tuqqan tug'imlardan o'tib pulni xarjlab etmay yo'q qo'yinglar. Keyin o'zinglarga kerak bo'lib qoladi, debdi dadasi. O'g'illari ma'qul ko'ribdi. Cho'ng o'g'li bir jup to'xo, o'ttirinchisi bir jup o'rdak, kichigiga bir jup g'oz berib, o'zi safarga mengib ketibdi. Bir necha hafta o'tgandan keyin to'xo o'rdak qizlar tug'ishga boshlabdi. O'g'illar o'ttirliq setib pul qilishibdi. Cho'ng o'g'lining kallasiga mundoq bir xayol kelibdi. Tuxumning pulini yig'ib nima avvarchilik. Dadam kelguncha pulni xarjlab tomosha qilmay- qilmaymanmi? Dadam kelib mendan pulni so'rasa, tug'mas tog'o ekan, demamdiman, deb tog'oning pulini xarjlashga boshlabdi. O'ttirinchi o'g'limi o'rdak tug'umlarini o'rdakni sitib xarjlatibdi. U dadam kelib so'rasa, o'rdakni o'g'ri ilib ketdi, deb javob beraman degan xayolga kelibdi. Kichik o'g'li g'azning tuxumlarini yig'ib, uni bostiribdi. Shunda qilib, avval g'azni ko'paytib, andin uning tuxumlarini zoya qilmay sitib, xili nurg'un pul yig'ibdi. Bir mezgil o'tgandan keyin dadasi safardan qaytib kelibdi. Keliblar cho'ng o'g'lidan topshirgan ishining natijasini so'rabdi. Cho'ng o'g'li tayyorlab qo'ygan javobni berib dadasiga unda, sen odam bo'lmabsan, keyingi kunda menga asqatmaydigansan, debdi. O'tiruvchi o'g'li so'rabdi, umi o'rdak tuxum to'qqucha o'g'ri ilib ketdim, deb yolg'on so'zlabdi. Buni umi gap so'z qilmasdan ko'nglida, sen keyingi kunlarda menga asqatish bu yoqda tursin, o'zingning jinni jon yetolmaydi ekansan, debdi. Kichik o'g'lida so'rabdi. U dadasiga tuxum setib yiqqan pullarni beribdi. Uning ko'paytgan g'azini ko'rsatibdi. Dadasi kichik o'g'lida xush bo'lib, ko'nglida mana sen odam bo'ldikansan, debdi. Arada xili vaqt o'tibdi. O'g'illar o'ylangudek bo'pti. Dehqon avval ikki o'g'lini, andin kichik o'g'lini o'ylab qo'yibdi. Dadasini o'ylagandek ikki o'g'li kuni-kunga nomratlashib ketibdi. Uy voqealarini setib, xarjlab, yana dadasining qo'liga qarab qolibdi. Kichik o'g'li g'azlarini boqib, turmushini xili yaxshi o'tkazibdi. Onasinimi yaxshi boqibdi. Dadasi kichik o'g'lidan bek rozi bo'pti. Hikmat: otalarning umidi farzandlarining baxtli turmushiga erishtirish bo'lsa bu, lekin bo'lgancha silib olsa, otalarni norozi ham bolaning kuni uzoqqa bormaydi, chunki ota rozi, Xudo rozi. Xo'sh,